O'zbekistonda yangilar. Qadrdonlar, birinchi etaj yashash xonadon, ikkinchi etaj mana ko'rib turibsizlar akalarimiz tomga teplitsa qilyapti. Obzorni qilib beramiz. Albatta videomiz yoqsa bitta like bosib tanish-bilishlarga jo'natib qo'yasizlar. Xo'sh, uzunligi necha metr ustaga? Uzunligi 28 metr. 28 metr, eniga 14 metr. 14 metrlik tomni ustidagi teplitsa. Xo'sh, uyda egasi arkada operatorlik qilyapti. Bu yerda nima yetishtiriladi? Bu yerda mana qulpinoy, bodring, pomidori. Keyin nima? Qo'ziqor. Qo'ziqor. Ya'ni osma ravishda yetishtiriladi. Shunday ustaga qoyil. Xo'sh, bularimiz 100% konteynerda profildan qilingan ekan. Aylanasi profil aslida o'rab chiqilgan, 1 metr. Ha. Hozir nima tortilgan bu yerga? Bun tepasiga plyonka tortilgan. Plyonka tortilgan. Keyinchalik leksan qilib yuborasiz. Keyinchalik leksan qilamiz. Leksan qilib yuboriladi. Isitish tizimi nima bo'ladi? Isitish tizimi отопление bo'ladi. Отопление bo'ladi. Qoyil, zo'r. Hozir video syomkamiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bachqir qishlog'ini, shu Bachqir qishlog'idan bo'lyapti, Komitterning shunday yonidan. Xo'sh, ustaka bu yerda konteynerda profillar ishlatilgan ekan aka. Necha metr eniga? Eniga 14 metr. 14 metr. Oltiga 4 profildan ishlatilgan. Oltiga 4 profil. Akalarimiz o'zlari usta. 1 metrni bitish qanchadan to'g'ri kelyapti? 1 metrni kraskasiz holatda 140 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 140 ming so'mdan. Xo'sh, ustanovka xizmati-chi? Ustanovka xizmati aka joyiga qarab, xonadonlarga bo'lsa, masalan, 60 mingga doğru bo'lib ketadi. Katta zavodlarga bo'lsa 40 mingdan boshlanib ketaveradi. 40 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni akalarimiz fermani to'qib olib borishadi, sizlar shifer profil aslida olib berasizlar, ustanovka qilib berishi. Ya'ni 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha har xil variantlarda bor. Undan tashqari akalarimiz ustaxonalarda bor. Kimga shunaqa konteynerda profillaridan temir xorilar, firmalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.